Kamera yo'qmi? Ishlayapmi kamera? Ishlab chiqilgan. Hello do'stlar, yaxshimisizlar? Tuzumsizlar? Sizlar bilan azbaraman kirib. Hozir kecha obunachi video boshlamasdan oldin sizlarga bitta aytib o'tay. Obunachilar, mana bu nima bu? Bolalar, nima bu? 195 ta obunachi. Mana qaranglar. O'zi salkam 200 taga yaqinlashibmiz obunachilar. Menga obuna bo'lganlarga kattakon rahmat deb qolaman. Obuna bo'lmaganlarga esa obuna bo'ling deb qolaman. Videoga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Ayni birinchi oxirgi qo'ygan videomda aytganimda survival qilib aytdim. Shuni aytganimda ana vaqtim bo'lmayapti, shuncha obunani bekor qilmanglar, atpes qilmanglar. Qani vaqtim bo'lmagan sababli ko'p video chiqara olmayapman. Ara-orada video chiqaryapman. Ishda videolarim bor ekan, bir qaraylik. Wow. Qo'ldan kelgancha previewlarimiz yaxshi chiqibdi-ya, menimcha, men tushunish kerak. O'sha previewni o'zim videolarimga previewni qo'ldan kelgancha o'zim yasayman. Mana kecha previewdan shu chiqdi, mayli. Ish qilib qanaqa bomish bo'lib qoldim yordam. Ajoyib chiqibdi. Ish qilib anaqa xayolni buzmaymiz. 195 ta obunachi bo'lib biz kattakon rahmat obuna bo'lganlarga. Ish qilib bo'lsa obuna bo'ling. Hozir biz kichkinani ichidagi kichkina maqsadimiz bu 200 ta obunachi. Hozir 200 bo'ldi. O'zi azgincha qilibdi 200 taga. Keyin yo'qmamiz 500 ta, keyin ag'ib ketaveradi 800 ta boshqa bo'lib, birga bo'lib ketaveradi. Hozircha 200 ta bo'lib oldik, obuna bo'ling. Unda o'zi videoga ketdi. Mana obunachilar, videoga keldik. Hozir bugungi videomizda ham nima qilish bilmaymiz. Shuning uchun survival internet o'chirib qo'ydim shekilli. Mayli. Survival qilamiz, endi creative world. Yaxshi, nima qaranglar. Bomish bo'lib qolganim. Yo'q. Bom evermat obuna. Bo'ldi, to'g'rilab oldim, skinimga qaytib oldim. Bomish qo'yay. Mayli. Day bo'lsam videoni obunachilar nima qilib orolchadan spawn qildim. Mana voy. Ja orolchayam deb bo'lmaydi-yu, endi mana shunaqa joylar bor ekan-ku, u yerga borishga katta daraxt. Qayerga borsa bo'ladi. Kecha mening maqsadim qishloq topish. Qishloqda galam o'ldirmoqchi edim, lekin bu versiyada buni iloji yo'q. Mayli, unda o'sha videoga ketdik. O'zi ketib bo'ldik, nima deyapman. Nima qilyapman? Birinchi o'rinda navbat qo'y o'ldirish kerak. Qo'ylar so'yib tashlash kerak. O'ta tushtab, men u yerda cho'l ko'ryapmanmi? Cho'lda ham qishloqlar bo'ladi, lekin bilmadim, oddiy videoni ko'rgandan ko'ra cho'lda qilib yurgan yaxshimi? Bilmadim. Kecha bular hozir ovqat o'yin ovoz bilan tashib ketdi, pasaytirib olaylik. Telefon moda qo'tyapti, tushilishim qo'tyapti. Normalmi? Bolalar qaranglar. Kecha ovozimga e'tibor bermaslar, endi mazzam yo'q, shamollaganman. Bilmayman, nega shamollab qolibmanmi? Tak. 16 chiqdi nimaga? Hop. Odatda bu dengi daraxtlar endi 20 ta chiqardi, mana 4 ta daraxt chiqdi, uni chopib oldim, 16 ta, 4 ta. Hop. Jo'nda kirga yashamoqchi edim, lekin birinchi o'rinda topib yashagan yaxshi. Nima qildim? Axir bu telefon Bedrock-ku, Java'dagi topib ustunroq turardi, lekin Bedrockda qilich. Mayli. Bu ham yo'qdan ko'rib bo'ladi. Yaxshim eski versiya. Mayli. Yaxshim eski versiyada kravatlarda yashash uchun bir xil jun bo'lish shart emas. 5-6 ta jundan ham bitta karat esa, chunki eski versiyada
kravatlarning bir xil turi bor xolos, ikkita 3 xil kravat turi qo'shilmagan. Shuning uchun ham har xil kravat yashash uchun, masalan, qizil yashash uchun qizil topish kerak faqat emas. O'zi nima deyapman, qizil kravat yashash uchun qizil bo'yoq kerak bo'ladi, chunki qizil kravat Minecraftda oddiy yashashning iloji yo'q-ku. Unaqa qo'ylardan ovqatim ketmayapti, jonim ketmayapti. Nechilarga o'xshab kelyaptimi? Aytgancha, omnachilar yangi video chiqaraman, ko'rasizlar. Skin yasagan, ana bitta o'zim skin yasaganimni video chiqaradim, mana skin o'zi yasadim, baho beringiz deb. Yana xuddi shunaqa skin yasada, faqat o'z skin sal nimarog'i bitta blogerga o'xshab ketadi. Blogerning ichida farqi bor. Xolos, o'shanga ishib. Hozir aytib qo'ysam hammasini qiziq qolmaydi, o'shanda videoda ko'rib olasizlar. Harakat qilaman video chiqarishga. Endi chiqaraman bilmadim, vaqtga qarab, lekin harakat qilaman chiqarishga. Hozir chiqarganimcha ham shu skin ko'rsatmoqchi edim shu videoni o'zi, lekin skin qo'yish uchun ilovam ishlamayapti negadir. Yangilab olish kerak, nima qilib qo'yish kerak. Skinim keyin yaxshi ishlamayapti. Misol bitta momolar boribdi, momolarni sotib skinni ko'rsataman deb turdim. Ish qilib. Bilasizlar, o'yin qotyapti, silishkim. Silishkim devormaydi. Va qotyapti o'yin. Qo'ldan nima shirab ketdi, unaqa yog'lan olgandek bo'lib. Endi yo'qni yaxshi, lekin telefonda teylagandek bo'lib, u nima deydi? Havo ham issiq, lekin bilmadim. Buni ham taxmin qilyapman 1 minut. Obunachilar, endi ketibdimi? Anaqa obunachilar nima? Ovqat ketmagan qilib qo'yibman-da, anaqa rejim bo'lardi. Biz kim bilsa, kompyuterda o'rtaga esimda chiqib qoldi. Shunaqa bitta rejim bo'lardi. Unda ovqat ketmaydi-yu. Asosan mob ham paydo bo'lmasdi. Ya'ni mob oddiy mob emas, yovuz moblar. O'zimda yuribman, qornim ochqatib. Olma yemasam bo'lardi. Ashta yaramaydi. Men aytmoqchimki, oltinni olmayman, yasamoqchi edim, lekin oltin topish uchun juda qiyin. Lekin o'ylab qarasam, o'sha rejim yaxshi ekan, 1 minut. Domlaychilar. Men o'zim nima qilmoqchi edim, nima qilib yuribman. Bu versiyada suzish qo'shilmagan-da. Suzish tushunish bilan qulay juda. Bu versiyada kamon qo'shib oldim, esanmi? Basın işte o'ldiraman buni. İşte buni atakasini endi anaqa ulardan ko'rib bo'lmaydi hech kechada. Qanaqadir ekan bu. Qanaqadir yaxshiroq biladim. O'ynajini qotishlar bor. Mana bu ham to'rtta chiqdi. Voy. Nima bo'lish kerak? Qarayman, 4 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta. Bundan keyin işte 6 ta nima? 7 ta. 3 ta daraxt bo'ldi. Juda ulkan daraxt ekan bu. Menga ovqat kerak bo'ldi, lekin teri kerak. Ovqat yemasigan sababi ertadan bo'lamiz, men ovqat ketmaydi. Endi sirli funksiyam bor. Buni bilsam ba'zilar biladi. Qanday aytdimmi? Mana qilsa ovqatim ketmaydi, ham paydo bo'lmaydi bu deb. Shundan yoqib qo'yardim tinchgina. Bitta qilib kon bormi? Menga baglar mazada, endi qayerda kon borligini bilib qo'yadi, lekin ba'zi qiyin. Nima bilan tushsam bo'ladi? Mana jun ham qattiq tushirib, nima qilmaydi chiqib. Tak.
uncha kichkina bu. Bagingga sani yaramas. Baglar. Bu konimiz bir jinni xorch ekan xolos. Uni katta bir kon desam. Hop. Aytgancha buncha videoga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Keyin kommentariy jim yozmayapti. Bilmayman noto'g'ri qilyapmanmi? Hech kommentariy yozmayapti. Kommentariy yozinglar. Shuncha qilganimga biron izoh qoldiringlar, kommentariy yozinglar. Shuncha qilganimga kommentariy yozinglar. Yozinglar deb ikkita bloglar ko'rib, o'shan Instagramda bilmayman qaysi bloglar ham shuna gapirardi-ya. Yozinglar, qilinglar deb. Ha. 11 minutga o'tishi kerak video. Hoppa. Bu deyman bir qissa topish bilan qiyin qilish kerak. Shuncha to'rtta qissa topganman hali. Juda ko'p vaqt ham o'tgan yo'q-ku. Baribir. Ko'z o'tyaptimi? Shu telefonni bitirib tashib ko'raman-da. Joydan funksiya aytmasam yo'q. Ne turadi, ne qo'sha qarasa ko'zi qamashtiradi. Ajoyib-da. O'zi tapor bo'ldi ham. Yarmi kelib o'tgan joni ham kuchi ham. Sakrab o'ldirish kerak. Shunda qulayroq. Bu qani ikkitadir bitan sakrab o'ldirdim. Bundan quyosh botib, so'ngra sekin oy chiqadi. Hozir men mishkan ustama ko'rasizlar. Mishkani juda kelishga qarayapti. Bezdan o'tyapti o'zi. Qarab turinglar. Chiqibda qarorga kirish. Shu versiyada modam qo'yilmaydi, qo'yilmaydi. Skim qo'yilmayapti, mod qo'yib tursin. Kecha skim qo'yib video ko'rsatdim, skim. Nomcha boshqa nimada boshqa naqada qo'ydim edi. Boshqa funksiyada qo'ydim debdi sizda. O'sha hada video chiqarishim mumkin. Kommentariy yozib qoldirsangiz. Oraga boraylik-da. Qoraylar katta tog'lar, buni qaraylar hozir. Buni qaraylar bunchilar. Wow. Tog'lar qaraylar kattaligini. Mana taygamidi, bilmayman beyom nomi. Men endi bildim. Minecraftda hali yulduzlarim bor ekan. Wow, mana qaraylar. Ajoyib ko'rinar ekan. Wow. Yaqinlashib zoom qilganimga shuna bo'ldim ekan, hozir ko'ringlar. Yo, mana harakatlangan yulduzlar qo'yib portlashni. Wow. Agar shu xuddi shu yerga shader qo'yganda edi. To'g'ri, bu nimaga mod shader qo'yib bo'lmaydi bilaman, lekin xuddi shunaqa masalan asosan bu yulduzga chiqishi yangi versiyalardan olib tashlanmagan bo'lsa kerak. Yangi versiyadan yulduzga chiqishi bo'lsa, mana shunaqa nag'zaga shader qo'yib qo'ysa, wow, shader bilan chotki bo'ladi-da. Kecha obunachi nimadir men kompyuterim yaxshi ishlamayapti. Men qanaqa shader qo'ysam, shader
Yo'q, qo'ysa bo'lyapti, lekin shaharlarni aktivatsiya qilib yoqasiz shu yerda. Minecraftga shaharlar o'rnatib bo'lyapti, lekin anaqa shaharlar aktivatsiya qilib yoqasiz, shatasiz, shunda o'yin qotib turib o'tib boryapti. Yo, agar unaqa Minecraft o'ziga kirib, dunyolarga kirmaysiz, dunyo olamizga, merizga, dunyo yuziga kirmasdan turib yoqsiz, dunyoga kirmayapti. Dunyoga kirib turib yoqsiz esa o'tib boryapti. Qanaqa bo'lyapti o'zim ham bilmayman. Lekin muhimi modlar qo'yib bo'lyapti, mod ko'taryapti. Kechirmayman, kompyuterga mod qo'yib turgan ekanman. Balkim shu haqida video chiqaraman, kommentga yozib qoling. Kelgusida qanaqa videolari bo'lsin. Yozib qoldirsangiz Samsung. Nima derdi? Buni bilib bo'lmaydi afsuski. Chunki o'tli chiqasangiz o'tli tushmaydi. Buni dirt dedi bilaman, lekin o'tligini nima derdi? Bu qada 30 da bo'ladi, 30 deyapti. O'tli sinsang, o'tli. Afsuski qo'lda o'smaydi, bilan yerda o'sadi faqat. Deyapman, hayotda bunaqa emas. Bunday qaranglarki, bunday uzoqqa ko'rsangiz, tomonlarda chiziqlar bor, ko'ryapsizlarmi? Olsangiz chizig'i yo'qolib qoladi. Yani ki 5 ketdim, tog'larni qaranglar. Birinchi tunda ben yulduzlarga 5 ketdim. Wow. Yulduzlar Minecraft yulduzlar borligini shuncha Minecraft o'ynab endi bildim. Avval aslida qorong'ida ko'rinadi. Atmosfera вообще четкий. Wow. Ko'rib odamni ko'zi ko'naydi ya. Ayniqsa oy bilmadim. Keyin Minecraftda telefon qotib qoladi aslan. Ekran bo'lmayapti. Qo'yib shara o'qibdi qo'lim. Wow. Yulduzlardi vay. Cho'tkide. Hozir men nima qilib turadimmi, nima qilyapman? Kech bo'ldi. Mana esa 2 tona nimam bor, bittagina qo'y yetmayapti-da. Noto'g'ri monsterlar spam bo'lmayapti. Bolalar monsterlar nega spam bo'lmayapti? Вообще-то bizni foydamizga-yu. Gravit kerakmi, finitaki yo'q. Masalan, temir topsam kerak qolar, lekin qachon topaman, qachon yo'q. No bilmadim. Samcha. Ana sidirib turadimi? 2 tada tushmadi. 3 tada tushmadi. Tushdim bak. 4da shuncha tushmayapti nima? Men o'lchashni olmasligimni bilmagandim. Nima u? Chokolad. Minecraft. Men halashyaptimi nima? Nima tushiraymi shuni? Oxiri tushdim. Barabir tushiraman dema. Keyin yer bosh kerak. Komil. To'g'ri, Minecraft birinchi qo'yadi shuki hech qachon ertaga qazmasa kerak, lekin men qazayaman mayli. En qayta toshni yapmadi.
o'zi kech tushib kech deyman kunduz quyosh botadi oy botyapti shekilli quyosh chiqadi shekilli deyapman. Keyin o'zimiz keyin toqib olamiz, yoqib olamiz. Böyle oddiy bunu yig'ilsa buni araştirish. Und ich gehört nie wieder wohl ab, Ausbildbeste. Lekin hali narsa qilganimiz yo'q. Oddiy manga joyni qasam siqmasdi. Hali tosh yozda qolib yuribman. Kuchaga kelmayapti, zerikadi Minecraft. Keyin böyle eski versiya. Yangi versiya bor, lekin yangi versiya ham baribir kelmasdi. Buni yangi versiyada boshqa skills, boshqa skin, no, mana buni turgan skinni men yangi versiyada o'ynatolmayapman. Unutganimda edi, xuddi tekrar bilasam, tekrar yurgandek-da, xuddi personaj Steve bilan tur. Daraxtni nima? Endi videodamda qilib ketamni. Hali kunduz qo'yishni so'tira olmasligi uchun menga kiroat kerak. Uning uchun kirasi qo'y kerak edi. Ikkita amri bor edi. Herkes menga koy kerak edi o'zi. Albatta herkes temir kerak edi. Jackpot'a ko'rsatmagan. Hani. Hop. Mana kravat, kiyimda kirga va nihoyat kirga yetadigan. Ana endi qolganini nima qilyapman? Mana toshdan qilish kerak. Bu albatta nohut yozuvchi bu yog'och qo'yganmiz.
qarayapti toshli kirka. Mana bu juda qorong'ida. Tutibdi ko'mir bo'lganda ham zo'r bo'lardi. Ko'mir chiqmayapti. Temir chiqdi, ko'mir chiqmadi kondan. Shaxtadan. Metall ko'pish kerak-a. La'nat, mesasi ko'rinmayapti menga. Menimcha qolmadi. Oltita karkarasi tapor bilan kirkaga yetadi. Bilaman bu yana. Butun menga ko'mir kerak edi. Wow, bitim semir. Nima bo'ldim cheklan. Nima bu? Boshqasiga. Hop. Hamma yoq qorong'i, menga birorta fonar kerak. Demak, hamma yoq qorong'ida. Hatto o'zim ham ko'rmayapman. Sizlarga video ko'rinyaptimi, yaxshimi, tiniqmi? Lekin men o'zimga video mashina o'zimga ta'sir ko'rinmayapti. To'g'ri, qorong'i emas, sizlasa bo'ladi. Lekin nimadir ovoz eshitildi, bilyapsizlarmi? Menga eshitildimi? Menga nimadir bo'lyapti. Qulog'imga har xil ovoz eshityapti, sizlarga ham eshitildimi? Lekin temir bilan otim kelyapti shu kunlarda. Shu hozir. 18 ta, wow. Temir bilan silish ancha jomatim kelyapti. Yana kom borish kerak. Bo'ldi, bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa ketaveramiz. Kakras. Nihoyat endi bizda ham fonar, ya'ni fakel, jakel, torch bor. Umuman yaxshi o'zbekcha gaplar fonar deydi-da. To'g'ri, uni o'z nomi bo'lsa kerak, lekin o'zbekcha gapirsak zo'r deydi, yaxshini kirkami. O'zbekcha nima deydi? Koshik deydimi, kovlagich deydimi? Inglizcha bolta deydimi, bilmayman ekan. Menga 8 bir stak kerak edi, mayli. Lekin mayli emas. Kerak bir stak bo'ldi. Menga tosh kerak, tosh. 8 ta bu yerga biz qo'yamiz. Birinchi o'rinda pechka dedim. Men nima qilib turadi o'zi? Temir. Uzr obunachilar. Menga iloji boricha yana pechka kerak edi. Nima qilyapman bu yerda? 3 ta pechka kerak ekan menga. Chunki bunisiga bu bo'lsa, ovqatga ham kerak, ovqatga ham.
echki. Ham ovqatlarimizni ko'ramiz. Birinchi o'rinda tavor kuch ketibdi. Kirga keyin Buncha zapis keladimi o'zi? Tiyak bo'ldi. Ketishadimi? Yaxshi mikratim bor. Tushman hozir bo'ldi. Pastki pichkar yorug'i bilan. Tas pishmay qolibdi. Mayli. Menga birinchi o'rinda ko'p bilan nima kerak? Nima kerak? Qolganiga sen nima qilishga o'ylab qoldim. Shunda tarafga qo'ydik. Yo'qligiga. Homida 10 ta bor. Bunga 8 9 ketarkan. Men yo'q, 8 ketarkan. Tamam. Çocuk sen kuchaydik. Ulardan qopdi. Patkasi bormi yoki yo'qmi bilmadim. Endi bu narsa ishladim bilmadim. Lekin bolalar nasimcha tepada tushganingizda, spidalar videosi ko'rganman, yo bu faqat kompyuter bilan. Tashinimi? Hol ko'ramiz. Sakın işlemek yaxshi. Nerede? Hey. Menga suv kerak. Noinsof sigaretga bitta suyak desa ketmadi ya. Bitta suyak desa ketmadi, yaxshi bo'lardi. Hali joyimmi? O'sha. To'g'ri, suv bor joyda buni kerak ham yo'q. O'sha atga borgan kerak bo'ladi, atga. Nima kerak menga? Hop. Tushkamga shashasi bo'lmasa, doktor odam o'zi bo'lmadi ham.
kecha o'tkazsa ularga survival videomi ikkinchi qismini olayapmidi? Shu ikkinchi qismi bor, ikkinchi qismini qilmaymiz. Bu boshqa survival video. Ama shunchaki Minecraft o'ynadim. Bo'ldi, shunaqa survival ham qilganmi yo'q video o'ynadim. Просто так. O'zimcha video anaqa, o'zimcha shunaqa videoga ham yo'q chunki o'zimcha tak nima desam ekan. O'zimcha video oldimda. Bilmadim. Ukazlarga survival videoyimi ikkinchi qismini olaymi yoki yo'qmi? Shuni bir aytinglar-da. Buni esa sizlardan so'rab o'tirib ikkinchi qismini olayapman chunki bu oddiy. Shunchaki bir prototak oddiy o'ynash. Shunaqa Vijvania survival emas. Oddiy o'ynash. O'tgan videoda men nechta jonim? 10 ta jonimmi? 20 ta. Shundan 20 ta jonim. Lagi 20 ta jonim asosan. Lagi g'ilishayda ikkinchi qismini olaman dedim. Hozir qaraganim qarab ko'raman shu videodan keyin. Like'larga. Umuman bo'lmasam shu prosta tak o'yin oddiy o'ynagan videomizni ham ikkinchi shu video. Bo'ldi bolalar, sizlar bilan mana Minecraft bo'ldim. Videoga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'ying. 200 ta yozgina qoldi, keyin 500 ta shaytgandim. Umuman, xayr, bo'ldi video tugadi. Like bosib obuna bo'ling. Xayr.